Assalomu alaykum. Quyosh paneli montaj ishlarini tugatdik. Mana hozir bu tarmoqdagi kuchlanish, bu chiqishdagi kuchlanish. Mana tepadan zaryad beryapti. Mana pastdagi qator avtomatlarda quyosh paneli bo'ladi. Mana bu oluvchisi. Mana bu sxemasi. Mana faktichески Xo'ja Abdulloh ibn Muborak masjidini. Ha. Mana hozir to'liq yuklama quyosh paneliga o'tdi. Mana yana tarmoqqa o'tdi. Besh kvalik quyosh paneli.